بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugungi ochiq suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun studiyamizga menga tanishlik jamoat arbobi hurmatli Abduqodir Yevcan akamizni taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bo'lsa, Xitoyning yana bir razilligi. O bo'lsa hamda oldi bilan suhbat kirishdan burun oldi bilan muxbirimiz Muslim tayyorlagan bu xabarni bir o'qib o'tay. Undan keyin biz suhbatning nimasiga kirsak. Sharq Turkiston masjid mihroblarga Qizil Kommunist partiyasining bayrog'i qadaldi mavzuliq xabar. Uyg'urlarning butun haq-huquqini mislsiz darajada dafsanda qilgan va hech qanday bir e'tiqod egasi bo'lmagan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri Uyg'urlarning diniy erkinligini cheklab qolmasdan har xil usul bilan diniy e'tiqodini va ona tilini tubdan yo'qotib o'tish, shu orqali Uyg'urlarni tamoman xitoylashtirib o'tish uchun barliq tadbirlarni qo'llanmoqda. 1949-yildan boshlab Uyg'urlarni dinsizlashtirish uchun qoral kuchi bilan zo'ravonlik qilayotgan tajovuzchi Xitoy Kommunist partiyasi tarixda mustaqil davlatlarni qurgan va Islom Jumhuriyati e'lon qilgan Sharq Turkiston musulmonlarini o'z e'tiqodidan ayirib etishga urinmoqda. 18 yoshdan tuvan Uyg'ur yoshlari masjidga kirishdan cheklanganidek, 18 yoshdan yuqori bo'lganlarning Xitoy doiralari belgilab bergan yerdan boshqa masjidlarga kirish cheklandi. Kunzi, Mao va Qizil Kommunist partiyasining ta'limotlarini o'qiganlar ilg'or shaxs bo'lib baholansa, musulmonlarning asli asosi bo'lgan muqaddas Qur'on va hadislarni o'qiganlar jinoyatchi, ideyasi buzuq unsur, radikal bo'lgunchi bo'lib jazolandi. Aqtamaka va haroq ichib jamiyatni bulg'anlarga hech gap yo'q. Islom 5 asosining biri bo'lgan Ramazon ro'zasini tutib ibodat qilganlar, zulmga qarshi haqiqat maydonida turganlar, tajovuzchilarning ishg'olini qabul qilmaganlar terrorchi, to'planchi va atalmish millatlar ittifoqiga qarshi chiqish bo'lib qoldi. Madaniyatning nimaligini bilmaydigan mustamlakchi Xitoyning tashviqotida bar dasmoyisi namoyon qilib, yalang'och bilan yuradigan madaniyatlik sanaldi. O'rnib yurgan adab axloqliq, sharmiy hayoliq, iffatli qiz ayollar zamonning keyinda qolgan qaloq va madaniyatsiz sanalib, ularning doktorxonalarga, ommaviy qatnashlarga va ish bajarish o'rinlariga kirishi cheklandi. Nurg'un diniy kitoblar ko'ydirib tashlandi, ahli ilm, ulamolar qo'lga olindi va yoki har xil usul bilan yo'q qilib o'tildi. Uyg'urlarni hashaga haydab yashash sharoiti yaxshi bo'lmagan, suyikamchil, qurg'oq yerlarga surgun qildi. Almasaqdan beri Uyg'urlar amgikini singdirib kelgan munbat yerlar va shaharlarga Xitoy ko'chmanlari o'rinlashtirildi. Sharq Turkistonga kelgan oqqun Xitoylarga har tarafda yeshil chiroq parqirab tursa, zamin egasi bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga bo'lsa, har zaman qizil chiroq yonib turdi. Kommunist Xitoy doiralari birdan-bir haqiqat bo'lgan diniy e'tiqodga, axloq fazilatga ega Uyg'ur millatining diniy e'tiqodini, o'rib odatini, madaniyatini, ma'arifini taltukis assimilyatsiya qilish uchun zo'ravonlik siyosatini yurgizish bilan birga o'zining har xil dinsizlik, axloqsizlik tashviqotlarini Uyg'urlarga majburiy tangmoqda. Uyg'urlarning diniy erkinligiga chek qo'yganini ozdab, musulmonlarning ibodatgohi bo'lgan masjid xonaqolarga har xil dinga qarshi tashviqotlarni osdi va masjid mihroblarga Qizil Kommunist partiyasining bayrog'ini qadidi. Hurmatli ko'ruvchilar, mana bu ekranda ko'rib turayotgan masjidning mihrobi qadalgan qizil bayroqni hozir ekranda ko'rib turibsizlar. Mushu shaklda hamda berib, mushaga berib yetdi o'tgan bir qancha oy ilgari masjidning o'yinlariga qizil bayroqni chiqarganda buningga hamda masjidning ichiga kirib mihrobning ustiga qadalgan bo'ldi. Biz bugun mushu haqda hurmatli Abduqodir Yevcan akamizningki fikrini elish uchun studiyamizga taklif qildik. Oldi bilan buning bir fikrini bildirib o'tganmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi ve alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Aziz Şarkı Türkistanlık qarindaşlar. Şarkı Türkistan işçi ve sırtıda yaşayatqan. Şarkı Türkistan'ın azatlığı, hürlüğü, müstakilliği, İslami erkinlik için barlıq imkanlarını işq selip köreş kılavatqan, mücadil berivatqan, şehit ketken, turmada diyetivatqan, mücahit, imanlık qarindaşlarımızga Allah'ın salamı, yardımı ve hepsi himayesi olsun. Dünyada harlanğan bolsun, ahiret en izzetlik, en şereflik, muttaqi, muhsin, şakirlerinin, abidlerinin qatardan qıyсын Allah bereydi. Biz Xitay tecavüzçülerinin bu qilmishini her bir Şarkı Türkistan'da elip berivatqan barlıq qilmishlarını, her bir qilmishini birden bir körüp tadqiq qiladigan bolsak, Şarkı Türkistan halkının ne kadar ağır azapta yaşayatqanligini, Xitaydan ibaret bu rezil, bu iflas mahluqning qarniyetinin ne kadar rezil qarniyet ekanligini ko'rib olaymiz. Xitay hamda bu yerda buningdan zodi nimaga erishmoqchi, nima uchun buncha uloq qiladi degan bir savol tabiiy holda keladi. Xitayning tabiati, zihniyati, devlet asası, devletning asas fikri asası olan nezrivi asası olan fikir, yani Marksizm, Leninizm ve tedric taraqqiyat nezriyesi olan Darwin nezriyesinden ibaret. Bu hata, sepseti, yalgan nezriyenin, sepsetinin üstüge kurulganlığı üçün muş yalgan sepsetini Şarkı Türkistan Müslümanlarına çok kabul kıldırış ve Şarkı Türkistan Müslümanlarını muş arkalıkça tamamen edemlikini, şekli ademlikini saklap kalış ama zihni, ruhiyetini tamamen çok insanlıktan çıkıdığan, insanlıktan çıkarıyordığan hiç qandaq edep, ahlak, medeniyet, ilim, marifet, kültür heşimini tanımaydıgan, ilimnin, hakkın, adaletinin düşmanı olan muş hata nezriyeni çok umumlaştırış için bunda kılavat edip. Muş nezriye Şarkı Türkistan halkının üstüde ruhi dünyasında, fikri düşüncesinde umumlaşkan dinkin istihilik halda, tabi halda bu yerdeki şu Şarkı Türkistan'dan ibaret bu dava, tufrak davası tamamen yok olur dendi. Şunun için Xitay bir gün bu nezriyenin tüp belgisi boğan dinsizliknin, küfrünün, komünistinin, zulümnin, adaletsizliknin, insanlık ve hakikatke boğan düşmanlıkның simvolu boğan bu bayrakni mescidning o'yisiga etchirdigan holatga yetdi. Endi bunga Sharqiy Turkiston xalqi qanday inkas qayttirdi, bu qanday javob berdi degan masala kelgan chog'ning o'zida bunga biz bugun bizning jiddiy Sharqiy Turkistonning ichida buning qarta bir inkas bo'lsa, bunun qarta hemkarlaşalaydigan ve bunun qarta qo'llab quvvatlab yaqindan
yordamda bo'la oladigan tashqi jihatdan bir kuch va imkoniyat hech ko'z ko'rmay turadi. Endi mening ko'z qarashim, fikrim, o'zimning hissiyoti, o'zimning imoniy vijdonini elveysak, yani tamamen sökep taşlap, mayli qanchalik yani şu atadı, öttürdü, şehit oldu. Buna bu bayrakni mescidin içi kirgizmeslik endi. Asosiy Sharqiy Turkiston xalqi musulmon bo'lganligi uchun Xitoyning bu nazariyasini mush vaqtga qadar qabul qilmadi, qabul qilganlimi? Yani yaşangandan keyin, belli bir yoshga kelgandan keyin bu nazariyaning xato ekanligini to'nib, bu nazariyadan yuz o'rib, yana shu jamiyaga chiqaradigan, o'zining milliy an'anasi bo'lgancha kiyimlerini kiyip, sakalını koyup, tollarını kiyip, Xitoydan farklı turadigancha bir muhit saqlanib qo'yiladi. Shuning uchun Xitoy hamda qanda mushuning hammasi nereden keldi deganda, biri Marksizmdan iborat, Darwin nazariyasidan iborat, bu xato nazariyasini qabul qilmaganlik. Ondan bu bayroqni-cho xalqdan arib qo'yibdik. Buni-cho jamiyasiga etchib taqib, jami bilan teng turadigan, jamiyda-cho jamiyani qanday hurmatlagan bo'lsa, mush bayroqnimi dinsizlikning, kufrning, zulmning simvoli bo'lgan bu bayroqni shu hurmat qiladigan qilamiz. Sharqiy Turkiston musulmonlarini mush bayroqni so'yadigan, qabul qila oladigan shaklda bir avlod yetishtirib chiqamiz degan maqsadda shunday qilyapti. Endi bunga her bir iman egisi, her bir musulmon chidab turishga bo'lmaydi endi. İslam nede? Komünizm ve Marksizm nede? Tam birbiri bilan qarama qarshi. Komünizm ve Darwin nazariyasi, sosyalizm deganlar insonlik uchunchi bir afet. Adolatsizlik, zulmdan başka narsa emas. İslam dini butkul dünyani bir Allah'a itaat qildirish, bir Allah'a ibadet qildirish, bir Allah'a bo'ysundirish. Qaysi orqali? Kitap ve peygamber. Yani yaxshilik, salih amel bilan, yaxshilik bilan, axloq bilan, güzel muomala bilan, bir-biriga xayri ihson bilan-cho yiqilish orqali bunun mukofotini, bunun savobini, bu bir-biri qilgan yaxshilikning mukofotini cho'qim oxiratda menga Alloh beradi degan mush ishonchi orqali-cho qo'lga keltira oladiganlikdan iborat mush haqiqatga ishonib, mush haqiqatda mangan chaqning o'zida saodatning qo'lga keldiganligini to'nigan qarindoshlarimiz mush orqali shu o'zini-cho ifodasini topqizib, mush orqali o'zining bugun Xitoy bilan bo'lgan farqni saqlab qolyapti. Endi bizning bu meseleni akşam sizlar hazır ko'rdim degandek akşam Abdüvaziz Qari shuna bunday gap dedi. Kecha aram olmadim. Nervim charchidi. Necha vaqtdan beri Xitoy bugun bayroqni etchirish emas, o bayroqni xalqimiz boyada, xalqimizning madaniyat inqilobidan keyin bu ishlar tamamen tugab ketgan. Madaniyat inqilobida ay Mavzeydoning rasmi bilan bu qizil bayroqni har bir odamga ko'tarib, har bir uyga ostirib, shunday zulm qilgan endi. Bugun kun kelgan chog'imizda bu narsa yo'qdi. Bugün bak Sharqiy Turkistonning ozodligi, mustaqilligi, o'zining islomiy erkinligini qo'lga keltirish yo'lidagi harakatlarning kuchayotganligiga qarshi bu nereden keldi deb qarab Xitoy. Bugun bu nazariyani bo'lib majbur qabul qildirishimiz lozim. Bu biz etchir, ishni tashlasa etchir solaydi yo o'ttirdi endi. Bunda qilib qo'rqdimiz endi deydi. Buning hech qanday ilmiy qimmati yo'q endi. Çünkü o bayroqni jami emas,
Her kanda adam uyga, yolda, kösüm için ben küzem günahkar oldu dep karşı lazım Müslümanlar. Bunun davamlıq bu kızıl bayraqni ko'rgan chaqdim nafrat qilib, davamlıq şu hani camilik öyle geçiriş emas. Tükürüp öteş lazım bunun. Bak mühim mesele. Biz bu turmada yattım. Başka 8 kadar düşenme günlük edigende kızıl bayraq qo'l ko'tardi dedim. Turma diyeteş bir sira muş bayraqqa qo'l ko'tarish bir sira bu intayin eğri kelegende. Turma diye şimdi gözlemgi pek görünmeklik ama 8 gün her düşen böküllikte bizge zulüm kılavatkan, bizni turmağı soluğan, bizdeki ezgen, bizden jurtimizni, dinimizni, halkimizni defsendi kılavatkan, horlavatkan zulümün, asaretinin, adaletsizlikinin simgisi olan, simvolu olan bu bayraqni hürmetleş, hakikaten bir vicdanı var, imanı var, bir mümin üçün bunundan eğri azap yok. Bu intayin eğri azaplık iş. Hem bugün İslam dininin asası ibadet merkezi olan, ibadet ornu olan Müslümanların çoğu yığılış, ibadet kılış, ya uçuruşuş, dini vaz nasihat anlaş ve dini vaziyet kılıştan ibaret merkezi ornuğa bu küfrünün bayrağını etçiriş bu nahit eğri keledi. Bu eğri şey. Şunun için bunun karta dini cihetten bu mescitte, bu camide namaz okuş dürüst mü, dürüst emas mı diyen mesele var. Bunun karta ahli ilmiler bir oturup, uçuruşup, bu vaxtda bir narsa deyishga to'g'ri keladi. Endi Xitoyga keldik, endi sen ras kommunist bo'lsang, kommunist degan dinsiz endi. Hech qandaqcha Allah'ni itiraf qilmaydigan, hech qandaq dinni itiraf qilmaydigan bir safsata. Eğer sen bunun rast olduğunu işensen, üzerinin itikadının doğru olduğunu işensen, o bayrağının üyegi neymiş kalsın? Neymiş kaçırsa? Biz özümüzün dininin doğru ikenliğine, akidesinin doğru ikenliğine, bizden kitabımız ve imanımızın rast ikenliğine işencimiz var, şun senin bayrağının içirişine karşı. Eğer senin itikadın doğru, rast komünizm itikadıdan, rast Darwin nezliyesiga itiqad qiladigan bo'lsang, o senin o qizil bayrağını nima uchun camiga geçirse? Biz senin bayrağının camiga chirishid uchun xorliq his qilamiz. Xalag'an bir to'ngizni yoki to'ngizning po'qini yoki cho bir gendini echirib qo'ygan deymi yomon ish endi u. Eğildi namaz okuğunu buludu, Kompartiyanın kızıl bayrağı bayat namaz okuğunu bulmaydı. Çünkü o dinsizliğinin belgesi. Sen dinsiz olan gözünün bayrağını ay roşan dep itiraf kılgan sen yüzden işengen yer saklaman sen orası olsa. Ne için camiye geçersen? Sen sahte ikenlik anlayıp Neçe vaxtın Müslümanlar nurgun Müslümanlar jığıldığan yeğenin hemen özümüzü çeklep bədik məndə. Məvül tuvatı, zara, xatmat, nurgun nəsli əvatı. Muşul hemimiz çeklep bədik. Xata budur sen. Hem cami kaptı. Hem cami elime çok Xitay oxşa çeklek bəndi. Kanı bu tevhidçilemdi. Xitay gep qilmaydigan, Xitayning menfaati keldigan chaq tavhidchi bo'lib chiqsiz. Endi buguncha tavhidchini ariydigan vaqt keldi, tavhidchil chiqganda. Xitayning kommunistning bayrog'i jamiyaga chirishning uchun bidat emas. Buning o'zini e'tirof qilish ochiq kufrlik bo'ladi. Bunun bu bayrağın bu camide turuşu,
bu bizning masjidimizda turishi durust yoki joiz degan har qanday molla shu besim tüpeyle demey hani şu öz ihtiyarı söyleyen halette dese kafir oladu. Xitay bugün ya bizni so'ngirib bizni qabul qilib yashaysa yoki musulmon bo'lgan holati shu o'lsa degan mushu so'zga kelishni mushu nuqtaga kelishni tashabbus qiladi. Bugün Xitay qanday qildi sol putingdan boshlaysiz deydi kommunistlar. Qadamlab marş deydi. Sol putimizni olamiz. Payg'ambar o'ng putingni oldi. Xitay bizning ishimizdan xo'sh bo'layotgan bo'lsa, mush ishimizda bizda bir chataq bor ekan desak bo'ladi. Xitay seni haq qo'lqonlik uchun qo'llamaydi. O'zining manfaatiga dinni, millatni, ummatni yo'qotishga elib boradigan nuqtalarni tal qilib, shu ishiga kelgan chaqda seni qo'llaydi. Unda o'g'andan to'xta deb o'zingni kallangni silkib, bunga diqqat qilishim kerak. Kommunizmning dinsizlikning shuari bo'lgan bu kufrning bayrog'ini-chi masjidga chigizmaslik, yulib tashlash lozim. O bayrakni echiqqancha echiqib xalaga tashlash lozim. O qizil bayrakni, o Xitoyning qizil bayrog'i deb o'ylaydi. Qizil bayroqning ladisidan xotin kishi kaltishdan kiyishgan bo'lmaydi. Ma öydüm çok qizil bijnem chirib qolmasin deydim shu mamlakatda. Uyga mi qizil asho Xitoyning bayrog'iga rangi o'xshab qoldigan narsani chekizmaydi. Hayvandan batbishira holatga tushdi ya degan insonlar. To'g'ri. Endi bugun bu insonlik qiladigan narsa nima deganda payg'ambarga kitobga agish. Kitobga payg'ambarga agishdan boshqa yo'li yo'q ekanligi isbotlandi. Endi mushu nuqtada qanday qilib degan chog'da bugun Xitoy mushunda inson yasab chiqmoqchi. Endi o'tdasak xalqarada, dunyoda da'vo burmunchi, qirg'inchi, oqchaq, ko'kchaq, soyqarimda yurib bizga ayiblaydi ekan. Buni qanday qilishimiz kerak degan chog'imizda bu edemlik holati edemlikdan chiqarib o'tish lozim. Nima bilan? Komünizm, sosyalizm, Marksizm iddiasi bilan mavzudan iddiasi bilan. Xalqimiz bu mavzuning komünizm iddiasi bir insonlik uchun fojia, safsata, yolg'on, zulmdan boshqa narsa emas. Ekanligini shuni qayta tunib, endi buningdan keyin bizning haqiqiy insonligimiz Sharqiy Turkistonlik bir musulmonligimizning nafasini toptizdi desak, qizil bayroqqa qarshi turish. Bizning hayotimizning ma'nosi nima deganda Xitoy kommunistlarga, Xitoy tajovuzchilarga qarshi turish va bu bayroqqa qarshi turish, bu safsati, bu nazariyaga qarshi turish bizning hayotimizning, iymonimizning mohiyati, mishad ifodasini topadi degan to'g'ri haq tushunchaga kelishi lozim. Endi haqiqatan Xitoy 2009-yilgi Urumchi qatliamidan keyin texnik bu yirg'inishlik siyosatini texnik chanatib yurish. Butun Turkistonning har qaysi shaharlarida burun hech ko'rilib boqmagan darajada dinga qarshi har xil tashviqotlarni qilib, lozunkalarni dindan yiroq turish kerak, madaniy sog'lom o'sib yetishimizda butun maktab hamma yerga ko'ch-ko'chlarga musulmoncha kiyim kiyganlarni cheklab, ana shu razillikni to'xtatmasdan qilyotidi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala degandek kitabida kafirlar ularning shu qiladigan vazifasi kecha kunduz shu dindan yiroqlashtirish, musulmonlarni dindan chiqarish uchun bu shaklda to'xtamay harakat qilish. Mushunda va makaru va makarallohu vallohu khayrul makirin. Ya ularning shu qadar mikri, shu qadar hiyla mikri bu dushmanligiga qarshi Allah subhanahu wa ta'ala yana vatandan chiqayotgan ba'zi qarindoshlarniki fikrlashga vaqtimizda ular qarasak
Yani hatta hazır idare cemiyette şu Xitoylar bilan ishlaydiganlarmi burun bu vaqa 2009-yil vaqa bo'lmagan vaqtida Xitoylar o'zining doirasida ishlaydigan o'ziga sodiq Uyg'urlarga burunilqi muomala jihatdan shu Xitoyga o'xshash muomala qilib ketdi ekanda endi. Bu vaqadan keyin hozir yana shu Xitoyga ishlayotgan Uyg'urlarga yani boshqacha muomala o'zgarishli. Aşağıda ishlayotganlarmi dinga shunda ko'ngildan bir xil moyillik zodi bir portlay deb turgan shaklda deydim. Zodi bir chiqish yo'li bo'lsa, bizning bir Allohdan boshqa chiqish yo'limiz yo'q ekan deb nurg'un ashlarning qo'l ostida ishlayotganlardan tortib shu tak bir sarang tutishib, o't tutishib ketgan portlab ketadigan darajaga aylanib kelib qoldi deydim. Shu qadar jiq o'zgarish bor, dinga shu qadar moyillik bor deydim. Endi kafirlarning endi shu bir jihatdan yana biz yomon deb o'zimizga tashqi ko'rinishda haqiqatan bir musibatda ko'ringan bo'lsa-mu, Allah belki bu orqali yani biz Müslümanlarni, Uyg'urlarni uyg'otish, texinbek bizning qalbimizni ya bir tarafga yuzlanmasam, Allohga esilmasam, shunday zulm tortaversan degandek bizni shu o'zi tarafga uyg'otish, haqiqat tarafga burab qo'yish uchun kofirning zulmi balki bunda Allah azab bir qavmga azab qilsa yoki u qavmni xorlash, xor qilib qo'ygan bo'lsa dunyoda onu aziz qilish uchun xor qiladi. Allohu muizz deyilib, Allah muzil, xor qilguvchi degan Allohning ism sifatlaridan ichidagi birisi. Yani nima ish xor qilguvchi? Seni aziz qilish uchun, mu'min bandasi azizlikka olib chiqish uchun o'zining balki izzat sharafga aziz izzatiga erishish uchun xor qilguvchi degandek balki bu millatimizning ustiga beşimiz kilovatgan bu musibatlar balki Allohning shu rahmetiga, izzatiga chiqish uchun berilayotgan bir sinov bo'lsa kerak. İnşallah Allah. Hamda bu yerda ma'noga dim qo'y. Bu islom dini kurashning dini. Kurash bilan yashnaydi. Kurash bilan gullandi. Mu'min mu kurash bilan izzatini topadi, kurash bilan sharafga erishadi, kurash bilan dunyoning va oxiratning saodatiga erishadi. Xitoydan iborat bu jinoyatchi unda qiladi. Biz uningga qarshi kurash qilamiz. Shu orqali biz iymondan lazzat olsak, kafir o'zining shu kufrdan lazzat oladi. Shu boshqa degandek Alloh taolo xohlagan bandasini xohlagan yo'lda izzatga, sharaf ega qildi. Xohlagan bandasini xohlagan yo'l bilan Alloh taolo xorliqcha mutlaq qiladi. Hürmetli televizyon görgüçler, şuna qilib bugungi uçuq suhbat programmamiz bu yerda oxirlashgan bo'ldi. İnşallah kelar qatim yangi bir programmamizda ko'rishguncha Allah subhanahu taolaga topshirmaslarni. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.